Aka zakaz bermoqchi edim. Xush kelibsiz. Bemalol ovqatlarni tanlab bemalol yeysiz. Menga bering, meni. Uzr so'rang. Akajon, bemalol ovqatlarni tanlab, qo'yingiz tusagan narsani zakazsiz, biz olib kelib beramiz bolalar bilan. Nima ovqatlar bor tayyor? Birinchisiga, ikkinchisiga, uchinchisiga. Men bu yoqdaman, aka. Ha. Ko'rib turibman, aka. Siz tanlaysiz, siz tanlang. Uzra, boshqa arsani chaqira olasizmi menga? Nima, bo'lmayapman. Iltimos. Qabul. Bu yoqda, aka, bu yoqda. Voy, orqa. Aka, tag'i to'g'ri, iltimos. Sarma beyti bilan menga kola ber. Sarvar bilan baho ketdi, ishlamayapti aka. Sarma beyti. Sarvar uchib ketgan aka. Nima yeysiz? Ikkinchi aksent bilan birga kelinglar, hajab nima zakaz ber. Hozir. Menga kniga jalb yoki menejerni chaqirib yuboringlar, iltimos. Aka, siz unaqa jalba-palba Men bu yoqdaman birinchidan. Akkalangga gapirgan vaqti xo'jayinlaring yo'q. Tualet o'qildi, tualet. Qanaqa tualet? chiqishni mana shu tomonda. Yo'q. Senga qatta o'zi. Mana shu tomondami, mana shu yoqimli ishtaha xullas.